Shomurodov to'purarlik poygasida yetakchi bo'lib oldi. Shomurodov Turkiya Superligasining 16-tur doirasida Samsunsporga qarshi o'yinda bitta gol va bitta assist qayd etdi. To'purarlar ro'yxatida yana yetakchi bo'lib oldi. Shomurodov joriy mavsum Superligada umumiy 11 gol va 2 assist qayd etdi. Trabzonspor a'zosi Pol Anuachu ham 11 gol kiritgan. Ammo assistlar soni bittaga kam. Turkiya Superligasining 16-turdan o'rin olgan uchrashuvda Istanbul Başakşehir safarda Samsunsporga qarshi maydonga tushib, muhim 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Bellashuv 2-0 hisobida mehmonlar foydasiga hal bo'ldi. Uchrashuvning birinchi bo'limida har ikki jamoa ehtiyotkor o'yin namoyish etdi. Hujumlar bo'lganiga qaramay tomonlar tanaffusga golsiz yo'l oldi. Ikkinchi taymda esa o'yin sur'ati oshib, natija ham o'zgardi. 66-daqiqada O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov o'zining tajribasi va ziyrakligini namoyon etdi. Raqib himoyachilarining xatosidan unumli foydalangan hujumchi hisobni ochib, jamoasini oldinga olib chiqdi. Bu gol Başakşehirga ishonch bag'ishladi. Oradan ko'p o'tmay, 83-daqiqada Eldorning aniq uzatmasidan so'ng Bertug Yildirim darvozani ishg'ol qildi va hisobni 2-0 ko'rinishiga keltirdi. Shu gol o'yin taqdirini to'liq hal qildi. Abbosbek Fayzullayev 67-daqiqada zaxiraga olindi. Shomurodov esa o'z vazifasini bajarib bo'lgandan so'ng 87-daqiqada almashtirildi va muxlislar tomonidan iliq qarshilandi. Ushbu g'alabadan so'ng Istanbul Başakşehir jamoasi ochkolar sonini 20 taga yetkazib, turnir jadvalida 8-o'ringa ko'tarildi. Eldor Shomurodovning yetakchiligi va hal qiluvchi harakatlari esa yana bir bor uni jamoaning asosiy figuralaridan biri ekanini isbotladi.